Foizi 2% arzonlashdi xabardan ko'ra. Mahalla loyihasi oldin 25% edi. Xotin-qizlarga 2% pasaydi, 23%. Mahalla loyihasi ham biznesga ko'magan, biznesga o'zi chiqadi. Shu yilgi son qarori 21% edi, 19% tushdi. Faqat xotin-qizlarga imtiyoz qiladi. Shu xonalarimizda xotin-qiz bo'lsa, qizingizni, keliningizni o'zini olgan faqat xotin-qizlarga imtiyoz berilib turadi. Mana bu yangi produktlarimiz bor. Bu yuridik shaxslar uchun, yuridik shaxslar uchun. Malham degan kredit yo'nalishida 6 oy imtiyoz bilan beriladi. Foizi 3 yil muddatga. Minimal eng kam 25 million, maksimum 5 million. Garov qo'ysangiz 26%, siz agar garovda qolib tursangiz, yaxshigina harakatda qolib turgan moliyalar, garovda qolib qo'rqaman. Keyin quvvat plyus deganimiz bor. Bu asosan avtomobillarga gaz yoqilg'i shoxobchalari uchun. Minimal eng kam miqdor 20 million so'mgacha, maksimal 2 million so'mgacha, 26%. Keyin savdoga degan yangi kredit tashkilotimiz bor. 20 million so'mdan 1 million so'mgacha. Bu ham garov ta'minot taqdim qiladi. 26%, sug'urta bilan 100 million so'mgacha 28%. Kimdir kirib olaman deydi, garovda qolmaydi. 100 million so'mgacha sug'urtadan foydalansa bo'ladi. Keyin hamkor degan kredit, yangi kredit. Bu ham eng kam 20 million 1 million so'mgacha. Garov bilan 25%, sug'urta polisi bilan 100 million so'mgacha 22%. Ko'pchilik tadbirkorlar garov yo'q, kirib olmaydi. Sug'urta qanday bo'ladi? Sug'urta to'ladi. Sug'urta to'ladi.